Assalomu alaykum qarinizlar. Men bu kurir bo'lib ishlaydigan Said Umar degan akamiz mana shu bulichkani yeysiz deb berdi-da. Alloh rozi bo'lsin. Gap bo'lishi mumkin emas. Shunday mijozga zakasni berib, qorningiz ochmi dedi, o'rtacha dedim. Keyin yeymiz dedidan keyin mana shu narsani bitta yedik. Ikkita sizga deb berib yubordi suv bilan birga. Akamiz bilan gaplashdim, ancha gaplashib o'tirdik. Keyin uydagilarimni umraga yubordim, mana shu dastavkani orqasidan deyuvdim. Boyagi akamiz jim bo'lib qoldi. Har bitta farzandni orzusida bu narsa. Xudo xolasa duo qildim, nasib bo'lsa mana shunaqa yaxshi kamtar inson ekansiz. Sizga ham nasib qilsin. Ota-onangizni eng kamida shu yaqin o'rtada umraga yuborish nasib qilsin. Bekarga duch qilmagan yaratgan egam nasib bo'lsa yaqin kunlarda sizga atab qo'ygan mukofoti bor. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Rahmat aka, kattakon. Boringizga shukr.